chiqdik. İnşallah bu Ramazan ayında verilayotgan barcha ajr va mukofotlardan, ya'ni avvalo bu rahmat kunligidan va awsatu mag'firatun va o'rta mag'firat kunligidan va axiru mu'itqun minan niron va oxirgi 10 kunlik do'zaxdan ozod bo'lishlik 10 kunlik yolg'on barcha berilgan rahmat, mag'firat, itq minan nironlarni biz mo'min musulmonlarcha va mo'mina musulmonlarga ham Allohim o'zing nasib aylagan bugun. Alloh bu Ramazonni yetkazdi, Ramazondan sog' salomat chiqdik. Fitr hayit namozi o'qishlik barcha mo'min musulmonlarga sizni bizlarga Alloh nasib ayladi. Yana endi ham Ramazon oylariga yetishligimizni va Fitr hayit namozlarini o'qishlikni Alloh barchamizga o'zi muyassar aylagan bo'lsin. Azizlar, bugun O'zbekiston Musulmonlar idorasi fatvo markazi hayit mav'izasi Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Alloh hammamizga Alloh o'zi muborak aylagan bo'lsin. Muhtaram jamoat, bu kun xursandchilik qilinadigan qavm qarindoshlar, yor do'stlar, o'zaro birodarlarimiz bilan bir-birlaridan hal ahvol so'raydigan, Alloh taoloning fazl marhamati yog'ilayotgan kun. Shuning uchun ham ilk kunlari butun yurtimizda keng miqyosda nishonlanadi. Haqiqatan azizlar, butun dunyoda keng miqyosda nishonlanadi. Bugun butun dunyoda nishonlanadi. Ma'lumki, o'tgan kuni davlatimiz rahbari muborak Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qaror e'lon qilindi. Unda belgilangan bu ulug' ayyom kunlari xursandchilik bilan o'tkazish, mahallalarda o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhabbatini keng yoyish, ehtiyojmandlarga, kambag'allarga yordam ko'rsatish, yor do'stlarini ziyorat qilish bo'yicha muhim tavsiyalar hayit kunlari shod-xurramlikda o'tkazishda mo'min musulmonlar uchun e'lon qilindi. Shu o'rinda tinchlik qadrini ulug'lash muhimligi haqida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda rahmatullohki, Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Yani kimdan kim xotirjam tong ottirsa, alhamdulillah, böyle o'tirganlar xotirjam tong ottirdik. Tana sog' salomat bo'lsa, alhamdulillah, tanamiz sog' salomat va kunlik rizqi yetarli bo'lsa, alhamdulillah, kunlik rizqimiz yetarli. Go'yo unga bu dunyoning barcha ne'matlariga kelishibdilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alhamdulillah, sog' salomat bo'lgan bo'lsak, tanamiz sog' bo'lsa va bugunni yeydigan taomimiz qornimiz to'yadigan darajada bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, shu banda, shu ummatga Allohning barcha ne'matlari berildi dedi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha mo'min musulmon barcha insonlarning qorni to'yadigan uyda taomi va ustini yomg'ir qordan to'saydigan uy joy bo'ladigan bo'lsa, u odam 75% boy odamga teng. 75% boy odamga teng. Aytganda Alloh taolo bizni bu dunyoga yetkazdi. Bugun turdik, alhamdulillah, nafas olib turibmiz. Lekin ertaga turaman, hayitga boraman, namozga boraman deb niyat qilib kela olmagan
insonlar dunyo bo'yicha 1 million aholi bo'lib o'tar ekan. 1 million inson erisha olmasa ekanlik dunyoda o'tar ekan. Shuning uchun Alloh bizga bugun nasib qildi. Ertaga nasib qiladimi? Buni Alloh qiladi. Alloh bizni mana shunday uyg'otganligiga sog' salomat mana shu o'tirishligimiz, nafas olib turishligimiz, farzandlarimizni borsiz yo'q bolalarimizni ko'rib turishligi katta ne'matlardan bittasi. Haqiqatan azizlar, bu yil juda ham bir shu bilan masjidlarimizda 17 mingdan ortiq masjidlarimizda 30 pora Qur'onlar xatm qilindi. Va u xatm Qadr kechasida bir vaqtda, bir soatda, ya'ni 22:00 barcha mo'min musulmonlar bir vaqtda qo'llari ko'tarilib, yurtni haqqiga, o'zini haqqiga, mahalla farzand diyorlari haqqiga duolar qilindi. Alloh bu duolarni ijobat aylagan bo'lsin. Va o'qilgan xatm Qur'onlar bilan Alloh yurtga, mahallaga, xonadonga o'zining rahmatini yog'dirgan bo'lsin. Va Alloh har xil balolardan daf qilgan bo'lsin. Darhaqiqat, ro'za tutganlarga iftorlik berishda juda katta ajr mukofotlar va'da qilingan. Bu borada Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajrihi as-sa'imi shay'an. Rawahu al-Imam Tirmizi. Alloh razı olsun. O'zimizni Tirmizi muomala qilgan ekan. Juda ham kerakli bo'lgan hadis. Ya'ni kim bir ro'zadorga iftorni qilib berilsa, unga o'shaning ajricha ajr beriladi. Ramazonda iftor qildik, alhamdulillah. Bir ro'zadorga, bir mo'minga iftorni qilib berilsa, uning ajricha ajr beradi. Ro'zadorning ajridan biron narsa kamaymagan holatda beriladi. Bir xillar biz ro'za tutdik, endi iftor qiladigan odamimiz savob beradi. Yo'q. U odamga ajr beriladi, lekin sizning ro'zangizga biron narsa kamaymagan holatda, sizga beriladigan ajr kamaymagan holatda unga ham beriladi. Azizlar, yangi kelganlar bomdodda o'qib olsin, hali vaqt bor. Bir xil kelyapti, namoz o'qimagan bo'lsa, bomdodda uyga o'qimagan bo'lsa, kelyapti, o'qib olsin bomdod namozini. Alloh ana shu ajrlarni iftor qilib bergan odamlar ham ro'zadorga bergan ajrni Alloh kamaytirmasdan nasib qilgan bo'lsa, bir ro'zadorni qorinini kim to'ydiradigan bo'lsa, hadisga muvofiq onadan yangi tug'ilgandek begunoh bo'ldi dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana shu qilgan iftorliklarimiz bilan, xayr ihsonlarimiz bilan bir ro'zador to'ydirgan bo'lsak, inshaalloh bizni Alloh onadan yangi tug'ilgandek begunoh bo'lganligimiz Alloh nasib qilsin. Ramazon oyida tutgan ro'zamiz, undan tarovih va xatm Qur'onimiz, xayr va ihsonlarimiz, berilgan barcha zakot va fitrlarimizni Alloh qabul aylagan bo'lsin. Va bergan zakotlarimiz bilan Alloh pulimizni, molimizni Alloh halol qilgan bo'lsin. Va fidyalarimiz bilan ro'zamizda biron bir nuqson bo'lgan bo'lsa, Allohning yo'lini to'ldirgan bo'lsin. Alloh o'zining kalomida shunday marhamat qiladiki, لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Sadaqallohu azim. Fotir surasi 30-oyat. Yani zira Alloh ularning ajrini komil qilib berur va o'z fazlini ularga yanada ziyoda qilur. Albatta u mag'firatli va o'ta shukr qiluvchidir. Qarang, e'tibor bering. Shu o'rnashib tursak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'lamiz. Endi Allohning baytida lahu gapiradigan bo'lsa, 40 kunlik
ibodatda havada qilgan hadis bor. Dalillik shu yerda lafzlar tilmaydi. Nimani bir javob beradi? Qarang, Alloh aytayapti, ya zira Alloh ularning ajrini, nimani ajrini? Bizni tutgan ro'zamizning ajrini, iftor ihsonlikning ajrini, zakotimizning ajrini, fitr ro'zamizning ajrini, barcha qilingan ajrli mukofotini Alloh kamaytirmay beradi. Alloh. U Alloh mag'firatli va o'ta shukr qiluvchidir. Siz Alloh bandaning gunohini kechiradi. Nima bilan? Tavba qilishlik bilan. Shukr qiluvchi deganda bizga biz berganligimiz bilan Alloh bu oyda boshqa oyda birga 10 bilan bu oyda birga 70 daraja qilib Alloh razosini biz mo'min musulmonlarga agar uni bilarkan paytimizda riyo, sum'a, kibr bo'lmagan bo'lsa Alloh uchun bizni birga 70 oldik. Inshaalloh oldik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyatdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rivoyat qildilar. Mo'min bandalar Ramazon oyining ro'zasini butun tutib hayit kuni namozga yo'l olganda Alloh taolo farishtalarga, ey farishtalar, birovning xizmatini ado etgan kishi xizmat haqqini talab etadimi? Biz birovga ishlatsak pulni beramizmi yoki o'sha chiqarib beramizmi? Payg'ambar aytdiki, agar birovga ishlatsa uni xizmat haqqini beradimi? Biz ham ro'zani tutdik. Endi uni haqqini nima olamiz? Bandalarim mening ro'zamning xizmatini ado etib, haqlarini olish uchun namozga bormoqdalar. Ro'zani tutdik. Ro'zalardan chiqib, ana bugun namozga qarab naqayapmiz, kelyapmiz. Nimadir olamiz deb kelyapmiz-da. Sizlar guvoh bo'linglar. Kim aytadi Alloh? Farishtalar aytayapti. Ey farishtalar, meni bandalarim ro'zani tutdi. Endi hayitga kelyapti, uni mukofotini olish uchun kelyapti. Sizlar guvoh bo'linglar. Ularni mag'firat qildim dedi. Kim? Alloh. Shunda farishtalar, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlari, endi uylaringizga boringlar. Endi turinglar. Alloh bizning gunohimizni kechdi. Alloh taolo gunohlaringizni kechdi deb nido qiladilar. Farishtalar biz eshitmaymiz degan. Farishtalar nido qiladi. Alloh sizlarning gunohlaringizni kechdi. Endi hayit o'qilib bo'ldi, duolar bo'ldi, turinglar. Ey bandalarim, men uchun juda tutganingiz mening farmonim bilan og'iz ochib iftor qildingiz. Endi shod bo'ling, sizni mag'firat etdim deb Alloh subhanahu va taolo duo qiladi. Zubbatul Voizning kitobida. Alloh ijobat bersin. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki fitr sadaqasini hayitdan ilgari ado etmasa, mana shu narsa eshitib kimki fitr sadaqasini hayitdan ilgari ado etmasa, uning ro'zasi yer bilan osmon o'rtasida muallaq holda qoladi. Alloh saqlasin. Kimki ro'zani tutib fitr sadaqasini qilgan bo'lmasa, uning ro'zasi osmon bilan yerning o'rtasida muallaq qoladi. Fitr sadaqasini bergandan keyin Alloh taolo uning ro'zalariga ikkita yashil qanot ato etadi va ro'zasi parvoz qilib 7-osmonga boradi va arshdagi qandilga qo'nib o'z egasidan roziligini izhor etadi deb marhamat qildi. Muttafaqun alayhi. Shuning uchun azizlar, biz agar esimizdan chiqqan bo'lsa, yodimizdan chiqqan bo'lsa, fitr sadaqasini
iftor o'zamizni doim kishimizga berib qo'yaylik, agar zakotga qodir bo'lmasa. Zakotga qodir bo'lmasa olmaydi. Zakotga qodir bo'lmagan bo'lsa, balog'at etgan bo'lsa bo'lmaydi. Alloh qabul qilsin. Lekin namozdan keyin o'qib hadiy bo'lib qoladi. Iftor o'zi bo'lmaydi. Vahhab ibn Munabbah roziyallohu anhu jannatga kirishadi. Vahhab ibn Munabbah roziyallohu anhu aytganlarki, Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam degan ekanlarki, hayit kunida shayton ovozining boricha qichqirib faryod etadi. Bu Alloh razı olsun. Qarang, shayton dod ber ekan. Qashqir shu bugun. Barcha shaytonlar uning atrofida yig'ilib, ey sardorimiz, nimaga bunday dod faryod qilyapsan deb so'raydilar. Shunda shayton alayhi la'nat bugun Alloh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatlari mag'firat etildi. Agar sizlar harakat qilib ularni nafs shahvati va sharobatlikka mashg'ul qilganingizda Alloh taolo ularni azobga duchor etgan bo'lardi. Biz xursand bo'lardik. Alloh taolo shu kundidir chakam o'g'lar ekanlar, borma der ekanlar. Borma der ekan, shayton o'g'lar, shayton mana borda. O'g'lar ekan, qaytga bormadik. Yot uxlar ekan. Agar kim turib ketgan bo'lsa, dodga baqir ekan. Biz ularni agar yo'ldan ayirishganimizda xursand bo'lardik deb aytgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey ummatlarim, hayit kuni fitr sadaqasi va hayır amellaringiz, hayır namazlarınız ve zakat, tesbih ve tahminleriniz için Allah subhanahu wa ta'ala günahlarınızı mağfiret etti. Dualarınız kabul bo'ladi. Sizlarga rahmat bilan qaraydi degan ekanlar. Alloh taolo fitr hayit kuni farishtalarga yerga tushing deb buyuradi. Bugun farishtalarga tushdi. Farishtalar turli shohlarga borib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari Eid namozini o'qiydigan joyga boring deb nido qildilar. Ey farishtalar, mening roziligim uchun o'z ibodatlaringiz savobini Habibim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatlari hayitga bo'lganlarga sizlar ham beringlar der ekan. Alloh der ekan. Bugun hayit kuni farishtalar tushar ekan va mo'minlarga hayit namoziga boringlar. Alloh der ekan, ularning gunohini kechaman. Va sizlarga farishtalarga beradigan mukofotni ham bugun ularga qo'shib berar ekan. Biz mo'min musulmonlar nima qilish kerak? Ular qo'shib berar ekan. Va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam quyidagi hadisni shunday marhamat qildiki, azizlar buni tinglashlaylik. Bismillahirrahmanirrahim. İzmanu fi sitten min anfusikum. 6 amal bor, bundan saqlanish kerak insonlar. U nima? Admanu lakum jannah. U agar undan saqlansangiz, sizda shu amalingiz jannat yo'q. Yetaklaydi. U usluhu ila haddastum wa awfu ila wa'adtum wa addu ila اتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه الإمام أحمد. Yani sizler menga 6 narsaning kafforatini bersangiz, men sizlarni jannatga kirishga kafforat beraman. Kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar sizlar menga 6 narsani shu amalni bajarmayman,
hayotlarimda qilmayman desangiz, Rasululloh aytayapti, men mana shunday ummatlarimga jannatni kafolatini beraman deyapti. U nima u? Qanday amal qilaman? Gapirganda rost gapiring. Gapirganda rost gapiring. Rasululloh kafolat beradi siz jannatga kirishlikka. Va'da berganda vafo qiling. Ko'p insonlar uchun aniq demaydi, Xudo xohlasa deb qo'ying, Xudo xohlasa deb tushunsa, bo'lmasa xohlamasa bo'lmaydi bu. Va'dani beryapti, bunday qilaman deb. Alloh xohlasa qilaman deb qo'ying. Lekin Alloh xohlab turadi, atayin qilmaydi shu narsani. Va'da berganda vafo qilinglar. Omonat berilsa, salomat qaytaringlar. Omonat birodan qarz olamiz, uni janjal bilan qaytaradi u urush bilan qaytaradi. Omonat berilganda uni salomat xursand bo'lib, o'zingiz Alloh sizga berdimi? Kim aytadiganki, agar qaysiki mo'min musulmon bir mo'min musulmondan bir qarz oladigan bo'lsa, u qarzdan Alloh rahmat nazar bilan qaraydi. Lekin odam ham shu pulni tezroq to'layman deb harakat qiladigan bo'lsa, Allohning uni ishiga, moliga Alloh barakasini beradi. Kimki buni aldiyman, qaytarib bermayman, buni hali qilib Alloh uni nazar solmaydi deydi Alloh. Alloh uni ishiga, moliga baraka bermaydi. Nima uchun? Uni niyati yaxshi emas. Shuning uchun biz birodar bilan solgan paytimizda uni qaytarish niyatida berishda, ana obilning salomat qiladigan bo'lsak, bizning molimizga Alloh baraka beradi. Bu qiyomat kunida mana bittasi Rasululloh aytayapti, uni shafoat qilaman deyapti. Uni jannatga kirishlik guvohlik beraman deyapti payg'ambarimiz. Va insonlar nomuslaringizni saqlanglar. Nomusini saqlaydi. Ayrim ukalarimiz Alloh taolo ukalarimizga chiroyli husn berib qo'ygan. Chiroyli aql berib qo'ygan. Chiroyli idrok berib qo'ygan. Chiroyli dunyoviy bo'lsa ham ilm berib qo'ygan. Lekin o'z nomusini saqlamaydi. Nafsiga ketib qolib, Alloh taolosi bir yomon ishlar qiladi. Keyin pushaymonlik kech bo'ladi. Shuning uchun agar shu ukalarimiz sabr qilib, nomusini saqlaydigan bo'lsa, erta qiyomat kunida Alloh uni mukofotlar ajrini ko'paytirib beradi. O payg'ambarimiz shafoatga loyiq bo'ladi. Jannatga kirishga guvohlik beradi. Ko'zlaringizni zinodan tiyingizlar dedilar. Ko'z ketadi har tomonga. Shuning uchun bu ko'zni Alloh biz yomon narsalarni ko'rishlik uchun emas, yaxshi narsalarga, yaxshi insonlarga, olimlarga qadr qilishlik uchun, o'zimiz ilm olishlik uchun, o'qishligimiz uchun, ota-onamiz yuzida tabassum qilishligimiz uchun mana bu ko'zni Alloh bergan. Buni nuri qachon ketadi, lekin ketguncha buni nuri zavolini qanday qilishimiz kerak. Va qo'llaringizni va bilaklaringizdagi kuch bilan birovlarga zulm qilmang deyapti. Zulm qilishni ham saqlaning, agar qiyomat kunida Rasululloh jannatga kirishlikka guvohlik beraman deyapti. Shuning uchun biz qo'limda kuchim bor ekan deb birovni qiynamaylik, birovni urmaylik. Va insonlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, insonlarga eng yaxshi amallardan qaysi amal yaxshi deb sahobalar so'raganda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni farmodiki, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Birodaringiz yuziga tabassum bilan boqishingiz siz uchun bir sadaqadir dedi. Bugun hayit kuni ko'chadagi insonga tabassum qilsak ham, bir narsa bermasak ham biz uchun bir sadaqa. Men bizni haqoratlagan bo'lsa ham, qalbimizga ozor bo'lgan bo'lsa ham shuni tabassum qilmay bu hayotga. Shuningdek, bayram kunlarida, ko'cha-ko'ylarda do'st birodarlar bilan chiroyli salomlashib, ularga tabassum qilib qo'yishimiz kerak. Biz uchun bir sadaqa amallardan bittasi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan
islomdagi qaysi hislatlar a'zoroq deb so'radi sahobalar. Ya Rasululloh, islomda qaysi hislat yaxshiroq deganda u zot alayhissalom aytdilar. Shunday dedilarki, tut'imut ta'ama va taqra'us salama ala man arafta va man lam ta'rif. Rawahu Imom Buxoriy. Ya'ni eng yaxshi amallar bir insonga noyingiza taom berish va tanigan tanimaganini salom berishlik. Qo'limizdan kelsa bugun hayit yancha ukalarimizga berishtirishlarni xursandmiz. Do'st birodarlarimizni, ota-onalarimizni oliblarni xursand qilaylik. Bu ko'chadan taniysizmi, tanimaysizmi, assalomu alaykum deb qo'ying. Rasululloh aytganlar, qiyomat kunida islomdagi eng yaxshi qaysi amallar yaxshi deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iloji bo'lsa taom bergan, bo'lmasam tanimaganiga salom bergin deb marhamatlar. Hayit namozini ado etgandan so'ng birinchi bo'lib dunyoga keltirishimizga sababchi bo'lgan mehribon ota-onamizni ziyorat qilaylik. Chunki ota-onalarimizni ziyorat qilish eng katta savobli ishlardan hisoblanadi. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday marhamat qildilar. Ma min waladin barrin yanzuru ila walidayhi nazratan rahmatan ila kataballohu lahu bi kulli nazratin jannatan mabruratan. Alloh razı olsun. Ya'ni solih farzand ota-onasiga mehr bilan qarasa, bu borib shunday ota-onangizga bo'lsa, qarasangiz yuziga bir borib, duosini oling, qarasa, Alloh uni har bir nazari evaziga, har bir qarashingizga, har inson ko'zi yaxshiligida-ku, har bir qarab qo'yganligingizga bittadan mabrur degani, abror degani Allohga eng yaqin bandalardir bu. Bittadan mabrur jannatning savobi yoziladi. Bittadan Alloh taolo unga har bir nazariga, evaziga bittadan mabrur jannatning savobi yoziladi. Mabrur ifoda etdik, Allohga yaqin bandalar. Shuning uchun azondan keyin shafa'atahu yawmal qiyomah deb duo qiladigan barcha mo'min musulmonlar Alloh taoloning Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlaring qiyomat kunida o'zini va seni shafaat qilishini mendan so'radi. Ana shu so'ragan bandam, so'ragan ummating qiyomat kunida meni eng abror bandalarim, menga yaqin bandalarim dedi. Biz azonni duosini mikrofon etganda aytdik, o'zimiz aytadigan bo'lsak, inshaalloh qiyomatda abror bandalardan bo'lamiz. Va boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat etdiki, "Ma min muslimin yad'u musliman gudwatan ila sallallahu alayhi 70,000 malikan hatta yumsiya wa in 'adahu 'ashiyatan إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة." رواه الإمام الترمذي. Yani bir Müslüman başka bir Müslüman'a başka bir betop Müslümanı ziyoratga borib ko'rsa, albatta unga kechqurungacha 70,000 farishta salovat aytadi. Alloh razı olsun. Bugun qaysi bir mo'min musulmonni borib xabar olsa, yo'lga chiqishlik bilan 70,000 farishta salovat aytadi. Shu bandaga salovat bo'lsin. Yechimni aytdik-ku, qaysi banda agar bir bemorni kasal olish uchun chiqadigan bo'lsa, har bir qadam bosgan joyda guvohlik berar ekan. Bu bandaga Alloh rahmati bo'lsin, bu bandaga Alloh mag'firati bo'lsin. Qadamimizni
farishtalar qanotini o'zar ekan. Ustoz aytar ekanki, ey birodarlar, qaysiki bir mo'min bir kasalda havodan chiqqan paytda oyog'ini qattiq bosmasin, farishtani qanotini bosib qo'yadi. Nimaga deganda kasalda havodan chiqqanda farishta nima qiladi? Oyog'ini uzatadi. Ana endi bir hadisga kelyaptiki, qaysiki bir mo'minga havodan chiqadigan bo'lsa, ahvoldan so'ragani chiqadigan bo'lsa, 70 ta farishta undan salovat bo'lsin, salom bo'lsin der ekan. Kunduz kuni. Agar kechqurun chiqadigan bo'lsa, bu ertalabdan to kechgacha misol etiladi. Faqat bir vaqt emas. Endi farishtalar almashar ekan. Hamki agar kechqurun bir bemorda havodan chiqadigan bo'lsa, to tonggacha 70 ta farishta shu bemorda havodan chiqqan ummatga, bandaga 70 ta farishta Allohning savobi va savoblari bo'lsin deb salovat aytar ekan. Alloh taolo barcha mo'min musulmonlarni ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Alloh barchaga berilayotgan ajr va mukofotlardan Alloh o'zi rahmat qilsin. Rivoyat qiladiki, Hazrat Usmon bin Affon roziyallohu anhu bir marotaba fitr sadaqasini hayitdan oldin berishni unutgan ekanlar. Hayit namozidan keyin islarga tushib, fitr sadaqasini o'rniga bir qulni oldilar. Bizga chiqibdi-da. Insonimizda endi o'rnini to'ldiraylik deb bir qulni oldilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, ya Rasululloh, fitr sadaqasini hayitdan oldin berishni unutgan ekanman. O'sha fitr sadaqasining o'rniga bir qulni ozod etdim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilar, ey Usmon, 100 ta qulni ozod etsang, hayitdan oldin berilgan fitr sadaqasi savobi teng bo'lmaydi dedi. 100 ta qul ozod 100 tani u bitta. Qarang. Buni shuning uchun menga qaramaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fitr sadaqasini hayitdan oldin ado etishga Alloh subhanahu va taolo unga yaxshilik ato etadi. Unda yaxshilik ato etadi. Birinchi, uni barcha gunohlardan pok etadi. Alloh poklagan bo'lsin. Ikkinchi, do'zax otashidan ozod qiladi. Alloh ozod qilgan bo'lsin. Uchinchi, tutgan ro'zasi qabul etiladi. Mana tutgan ro'zasi deganda barcha ro'zamizga kamchilik bo'lganda, Ramazon oyida birovni tarqatish bo'lgandirmiz yoki birovni atirni sevib, atirni hidini hilagandirmiz. Tishimizni yuvganda qasani hamid falan bo'lishi mumkin. Inson bizda mavjud. Ana shu fitr bilan nima bilan o'sha bandaning ro'zasi qabul etiladi. To'rtinchi, o'sha bandasiga behishni, ya'ni jannatni vojib qiladi. Va uni onadan yangi tug'ilganday begunoh qiladi. O'sha yerda qilgan barcha xayrlarni, Alloh qilgan ihsonlarini qabul qiladi. Yettinchi, o'sha bandasiga Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shafoati vojib bo'ladi. 8-chi, sirot ko'prigidan yashin tezligida o'tadigan inson. 7-chi, mezonda uning savoblari og'ir keladi tarozimizda. 9-chi, uning ismini baxtsizlar daftaridan o'chirib tashlaydi. Nomay yomon bo'lganda o'chirib tashlaydi deb marhamat qildi. Imom Hasan Basriy roziyallohu anhu naql qiladi. Saf turib namoz o'qirgan barcha mo'min bandalar qiyomat kunida jannatda ham ana shunday safda turadilar deb marhamat qildi. Alloh taolo barchalarimizni bu dunyoda ana shunday safda mukammal qildi. Qiyomatda ham safda jannatda mukammal bo'lishni nasib qilsin. Shuning uchun imomni namozi nima bilan mukammal bo'lganligini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, jamoani tahoratida,
libosida biron bir illat bo'lmasa, imomning namozi mukammal bo'ladi. Va uni shayton uyg'oqamaydi dedilar. Biz shuning uchun namozga kelgan paytimizda tahoratimiz mukammal bo'lishi kerak va libosimiz pok bo'lishi kerak. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozning kaliti tahorat, jannatning kaliti namoz dedilar. Agar bizda tahoratimiz mukammal bo'lsa, namozimiz a'lo bo'ladi. Namozimiz a'lo bo'lgandan keyin jannatning joyi eshik ochiladi. Tahoratda yaxshi bo'lmasa, libosda illat bo'lsa, bu namoz qabul bo'lgandan keyin jannatga kaliti kirmaydi eshik. Shuning uchun biz mana turibmiz, alhamdulillah pokiza kiyimlar bilan tahoratlanamiz va ikkinchisi deganda safni to'g'ri olib bir-biringizga elkangiz tegib tursa, shayton sizni orangizdan o'tib imomni qo'llamas ekan. Bo'lmasa sizni nima qiladi? G'urlab qo'yadi, imomni g'urlab qo'yadi. Va siz safga tizilib tursangiz, qiyomatda jannatda safga nima qilasiz? Inshaalloh tizilib turasiz. Mu'minni qiyomatda guvohlik beradi. Biz bir mo'min birodarimizni qanday inson edi, yaxshi inson edi. Ular namozga o'tirdik, hayitga bordik, tarovihga bordik, hadam qur'onga bordik, nima qiladi? Guvohlik beradi. Shuning uchun safni mukammal qilaylik. Oilamizda ochiq joy qolib ketmasin. Inshaalloh namozimiz yog'iladi. Keyin juda ko'pchilik Qur'on bizni o'zimiz 29 kun qoldi. 29 kun qoldi. Tutamiz. Bugun hayit kunimizni o'zi olishimiz kerakmi? Degan gaplar chiqib qoldi. Azizlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ay 29 gün, 30 gün öldüren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 gün hem 29 gün öldüren. Lekin 2 ay bir xil 30 gün kelmasa kerak. Birov 29 gün kelsa, birov 30 gün keladi. Yo'q, bundan 2 ay oldin 30 gün kelsa, keyin 29 kun yo'q 30 kun keladi. Shuning uchun Allohning taolosi oyati bor. Sizlar oyni ko'rib ro'zani tutingizlar, o'zlaringizni yopingizlar. Oyni ko'rib ro'zalaringizni ochingizlar degan oyat bor. Endi Allohning buyrug'i muvofiq oy ko'rinib tursa, qanday biz tutamiz? Allohning buyrug'iga itoat qilamizmi? Og'zimizni ochgan Allohning buyrug'i bor. Endi bugun ko'plar og'zimizni yopib kelganmiz, bugunni ko'za hozir mana hayitdan oldin ochamiz. O'qish namoz o'qishdan oldin shu ro'za o'tadimi? Yo'q, buni o'zi turmaydi. Bugun og'zimiz ochiq. Faqatgina ertadan uydan turayotgan paytimizda toza yuvinib, tahorat qilib, toza kiyimlar kiyganmiz. Ana shu yerda ekanmiz. Endi bugun oldimga pishni siymay bo'laydi. Ana shu ishni siymay deb kelishligimiz sunnat amal. Va mana takbir tashishlarni o'rgatamiz, aytamiz. Bundan keyin shu mayizni hurmani shu yeb qo'yishligimiz sunnat. Hayitdan oldin, fitr hayitdan oldin yeyishligimiz sunnat. Qurbon hayitiga esa uyda ana shunday pokiza kiyimlar bilan tahorat bilan kelib, ishni siymay kelasiz. Va bu yerda qurbon hayitini o'qib, uyga borganingizdan keyin qurbonligingiz bilanmi, yo'q shirinlik bilan taomlar qilishligingiz sunnat amallardan bo'ladi. Shuni ajratib ko'p bir tushunmaydi. Bugun ham ro'za tutamiz. Yo'q, bugun ro'za tutishlik harom deyapmiz. Lekin mayli hayitdan keyin 6 kun agar ro'za tutadigan bo'lsak, inshaalloh bu Shavvol oyining ro'zasi juda ham savobi ko'p. Lekin ayrim birodarlarimiz mana shu Ramazon oyida biron bir kasallik tufayli ro'zasini yeb qo'ygan bo'lsa, yoki ochib qo'ygan bo'lsa, unga kafforat qilgan bo'lmasa, bir kuniga bir ro'zalar bor.
ana shunga shu qazosini kutadigan bo'lsa, inshaalloh shu Shavvol oyidagi berilayotgan ajrdan, savobdan ham ega bo'ladi, ham bo'ynidagi qazodan qutuladi. Ham savobga ega, ham shu bo'yningizdagi qazoningizdan qutuladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimki Shavvol oyiga o'zi oladigan bo'lsa 6 kun, Ramazon 30 kun Ramazon oyidagi berilayotgan savobidan ular shu 6 kun tushligimiz 30 kundan afzal ekan deb hadisni sharhiga qaramaydi. Shu savobdan mahrum bo'ladi, 30 kunlik savobdan mahrum bo'ladi. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Bo'lmasam azizlar, niyatini o'rgatamiz. Mana hozir Eid fitr hayit namozida kelganmiz. Men hozir aytaman, ko'plar telefonda ham ko'rgan ekan. Shunday bo'lsa-da ham marhamat ko'z bilan ko'rgan, oltda ko'rgan odamdir. Ko'ziga oltda o'tadi, quloqiga yaxshi eshitilib, qallasiga yaxshi qoladi. Shuning uchun niyat qildim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Niyat qildim. 2 rakat Eid fitr hayit namozini barcha takbirlar bilan birgalikda yuzimni qiblaga qaratdim. Shu imomni xudo qildim. Hozir isloh qilsangiz, Allohu akbar deb men Allohu akbar degandan keyin mendan siz ham Allohu akbar deysiz. Qo'lingizni pastga tushirib Allohu akbar deysiz. Ko'plar sakat turibdi, mana shu turibdan qo'lini bog'lab men Allohu akbar deganda shu bog'lagan so'zga kiradi. Yo'q. Pastga qo'lingizni tushirib, agar qilishingizda aytgandan bu zoram 4 rakat namozi Eid Ramazon vojib nahi takbir tosh vojibi hamid maqtas riyordan taqoqda qabla jahati kaba ixtilof qilingan imom hozir isloh qilsan billah ta'alaga qo'lingizni pastga tushirib Allohu akbar deysiz-a? Qo'lingiz borini Allohu akbar demang. Ana shu birinchi takbir Allohu akbar so'z takbir. Barcha takbirlar deyapsiz-ku, ana shu ham bir takbir kiradi. Ana keyin men endi qo'limizni bog'laymiz. Qo'lni bog'lab, men subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk deyman. Va yana nima qilaman? Qo'limni pastga tushiraman. Allohu akbar bir takbir. Allohu akbar ikkita. Allohu akbar uchta. Qo'limni bog'lab, alhamdulillah va ustiga surazam qilaman. Keyin ruku sujud qilib va yana qiyomatga turaman. Endi qiyomatga turgandan keyin muqaddas nima qilaman? Birdan alhamdulillah. Alhamdulillah keyin surazam qilaman. Surazam qilgandan keyin Allohu akbar takbirni boshlayman. Ko'plar rukuga ketib qolyapti shu yerga. Takbir boshlayman, qo'limni pastga tashlab, ikki yo'lga tashlab Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. To'rtinchisiga Allohu akbar burga ketadi. Mana shunga erishdim. Niyatni shu bilan niyat qildim. 2 rakat Eid fitr hayit namozini barcha takbirlari bilan birgalikda yuzimni qiblaga qaratdim. Shu imomni xudo qildim. Hozir isloh qilsam billoh taolo qo'l pastga tushirib Allohu akbar deganingizda ham Allohu akbar deysizlar. Qo'llaringizni katta barmoqlar qulog'ingizga tegsin. Va qo'lingizni katta qiblaga qarasin. Yuzingizdan qiblaga qarasin. Bunday qilmang. Ana shunday qiling. Allohu akbar deng. Va men qo'limni ham qo'lingizni bog'laysiz. Subhanakallohumma va bihamdika aytaman. Aytganimdan keyin yana qo'limni pastga tushirib Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Va qo'limni bog'layman. Alhamdulillah. Surazam qilaman. Ruku, sajda qilib tikka turaman. Tikka turgandan keyin sizdan turasizmi? Alhamdulillah o'qiyman. Ustiga surazam qilaman. Va yana takbirni boshlayman. Qo'limni pastga tushiraman. Allohu akbar.
Allohu akbar etdi. Allohu akbar uch, Allohu akbar to'rtinchi ketadi. Bir ikkilik sanamang, makruh qiladi. Nahotki shu qalbimizni qilamiz-da, bir ikkilik sanashlik, men tashqarida bir ko'rsatib qo'yaylik, bir karam o'tgan qadam baraka biz shunday qo'yapmiz deyishni, shuni ko'rsatib qo'ysak, keyin qaytib boshlaymiz.